Salom hammaga, Abron Dilis kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan DLS draft tarkibini tuzamiz. 2026 yangilanishdan keyingi birinchi draft tarkib. Unda boshladik. Xo'p, taktik sxema. Yangicharoq sxemalar ham qo'shilgan. To'r 2-2-2 tanlaymiz. Xo'p, mana o'zgarishlarni ko'rishinglar mumkin. Alvares darajasi 84, lekin 88 reytingli Alvaresda o'ynasa bo'ladi. Bu yaxshi yangilanish. Chevalier to'g'risini tanimayman. Hernandesni olamiz. Arabistonga ketgan bo'lsa ham 82 daraja. Wow, Walker 76 ga tushib ketibdi. Lenormandni olamiz. Hop, sizlar kim olgan bo'lardinglar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Vivianmi, Aroxonni darajasi ham tushibdi mana. Akanjiniki ham 78. Hakimi 85 reytingdagi Hakimi. Menimcha hamma Hakimini olgan bo'lardi. Balki sizlar boshqa olgan bo'lishinglar ham mumkin. Garsiani tanlab turamiz. Bellingem va Shizur. Ovozga ham e'tibor beringlar. Ovoz o'zgargancha shu yaxshi tomonlardan biri Eze. Mana. Oltin to'p sohibi Usman Dembele. Tarkibimiz hozircha yaxshi ketmoqda. Bir-ikkita o'yinchilar yana tushsa, umuman darvozabon De Gea 79 darajaga tushibdi. Onana 77. Kostani tanlaymiz. Zaxira bilan asosiy reytingi bir xil. Bizga Van Dijkni bersa zo'r bo'lardi. Xo'p, Silva yaxshi himoyachi. Anchadan taniyman. Sizlar ham taniysizlar. Ait Nurini olamiz. Abduqodirni brachkasi bo'ladi. Xo'p, Palacios himoyachi tushmadi, ammo Locatelli. Ko'rdinglar, oldin zaxiraga 5 ta o'yinchini olsa bo'lardi. Hozir 8 ta bo'ldi. Due 80 reytingda. Sariq kartali bo'ldi va nihoyat Due ham. Coman ham 80 darajada hali ham tushmabdi. Qoyil. Openda 79. Lukaku 80. Hop, ko'ramiz qani. Tarkib himoyachi bo'lganda zo'r bo'lardi-yu. Boshqatdan tutsam nima deysizlar? Yoki shu tarkib yaxshimi? Mayli, hozir sizlar kommentariyaga fikrlar tez yozinglar. Men unda boshqatdan tanlayman. Sxemani o'zgartiraman. O'yinchi Alvares yana Rudiger 82 tushibdi. Darvozabon topmasdan darvozabonni tanlaymiz. Himoyachini ham boshqa tanlaymiz. Vivian tanlab ko'raman. Van de Ven mana. Hernandez yana. Abduqodirni beringlar bizga. Abduqodir o'ynatamiz. Trossard yaxshi o'ynaydi. Nimaga hali ham 79? Menimcha Trossard ham 80 darajaga tortadi. Bu mening shaxsiy fikrim. Hop. MBYM kerak emas bizga. Hakimini olamiz yana. Coman, Leao, Due. To'g'risi Leao'da hamma o'ynadi. Menga Due'ni yangilangan reytingdagi o'yini qiziq. Sizlar ham yangilangandan keyin o'yininglar o'xshamayaptimi? Qanaqadir kontrol o'zgargan dilisida. Menga shunaqa tuyuldi yoki rostdan ham shunaqa. Kristensenni ham darajasi tushib ketibdi. Bizga himoyachi ber. Sizlarga himoyachilar bermoqda. Insofsiz tilasa. Palacios bizga kerak emas. Kunyani olamiz. Shu Gordon ham hech 80 bo'lmas ekan. Bechora Gordon.
Вообще emas, ketdi. Mayli, nachora, shu tarkibga rozimiz. Video yoqqan bo'lsa layk bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.